Janob, mana bu uyda bir muhtoj yashaydi. Janobjon, Li ustoz. bag'allikka qarshi kurash bo'limida mudir Xuanni boshlab keldim. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kambag'allik ahvolim unchalik yomon emas. Janobjon, bu sharoitlarga bir qarang. Unchalik yomon emas deysizmi? Ha, Li ustoz. Bu uy Jan oilasining avloddan avlodga o'tgan uyi. Menga bu yerda qulay va ko'nikkanman. Janobjon, men sizni g'ururingizni tushunaman. Men bu yerga hokimiyat vakili sifatida g'amxo'rlik ko'rsatish uchun keldim. Mana bu sovg'alarni qabul qiling. Olavering. Voy, suratga ham tushamiz?mi? Unda kiyimimni almashtirib chiqay. Albatta. Hoy, yaqingiz chiqmasin. Biz odamlarga yordam berish uchun keldik. Odamlar esa bizga bo'ysunishlari shart To'g'ri. emas. Shuning uchun Men tayyor. Mudir Xuan, keling, suratga tushamiz. Oling, Nima? oling endi. Nimadir xatolik bor. Qani, jilmaying. Hozir. Nazarimda mudir Xuan bu yerda ko'proq muhtoj odamga o'xshab ko'rinadi.